Toshkent viloyati pedagogik mahorat markazida tillarni o'qitish metodikasi kafedrasi tashabbusi bilan buyuk mutafakkirlar Alisher Navoiy hamda Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludi munosabati bilan 2 barhayot siymo nomli ma'naviy ma'rifiy tadbir tashkil etildi. Hozir shu haqida. Oz o'rganib dono bo'lur, qatra yig'ilib daryo bo'lur degan edi so'z mulkining sultoni buyuk bobokalonimiz Alisher Navoiy. Shoir bu satrlar orqali bilim va yutuq, sabr, mehnat hamda izchillik bilan qo'lga kiritilishini ta'kidlaydi. Inson asta-sekin o'rganib dono bo'ladi. Kichik sa'y-harakatlar esa oxir-oqibat ulkan natijalarga aylanadi. Toshkent viloyati pedagogik mahorat markazida malaka oshirayotgan tinglovchilar ham Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Boburning ijod namunalaridan ko'rinishlarini namoyish etishdi. O'zbek xalqiga, millatiga, yoshlariga mana shu ikkita zotdan, ulug' insonlardan, mutafakkirlarimizdan qolgan boy madaniy meros, ilmiy meros mana shu kungacha yetib kelganligi va bundan foydalanayotgan yoshlar, ilm ahli bu albatta mana shu kunlarni yetib kelishida, mana shu kunlarga yetishda bu insonlarning roli juda katta. Mana shu tadbirda ham tinglovchilarimiz bir oy davomida faol qatnashib, o'zlarining mahoratlarini yana bir bor ko'rsatdi va butun bir Toshkent viloyati, ya'ni 22 ta tuman shaharlardagi yoshlarga, o'quvchilarga, mana shu millatning farzandlariga shu ustozlar orqali boy madaniy meros yana ham bir boyitilgan holatda yetkazilib borilishi rejaga kiritilgan. Tadbirda Navoiy va Bobur ijodining o'zbek adabiyoti, milliy ma'naviyat hamda yoshlar tarbiyasidagi beqiyos o'rni haqida atroflicha so'z yuritildi. Tinglovchilar tomonidan buyuk allomalarning g'azallari, ruboilari hamda hikmatli so'zlaridan namunalar keltirib o'tildi. Universitetning professorlari bilan birgalikda hamkorlikda ilmiy izlanishlarini o'rgandik, qo'shimcha bulardan ma'lumotlar oldik. Bugungi kunda ta'lim jarayonida bu buyuk ikki siymoni, adabiy ijodini qay tarzda o'rganish, yanada afzalliklari, yoshlarga qay tarzda yetkazib berish keraklari haqida bular bizga tushunchalar berib o'tishdi, metodik qo'llanmalar tavsiya qilishdi. Bu o'rganishlar joyida qolib ketmasligi kerak. Tinglovchilarimiz tomonidan maktabga, umumiy o'rta ta'lim jarayoniga, o'quvchilar oldiga kirib borilsa, yanada maqsadga muvofiq bo'ladi. Maqsad ham, qo'yilgan talab ham shu yo'l xaritida belgilab o'tilgan maqsadlar amalga ketma-ketlikda oshirilishi. Shuningdek, tadbir davomida mumtoz adabiyotimizning bugungi kundagi ahamiyati, til va adabiyot ta'limida ulardan samarali foydalanish masalalari muhokama qilindi. Tadbir ishtirokchilarida milliy qadriyatlarimizga hurmat, buyuk ajdodlarimiz merosiga sadoqat tuyg'ularini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.